Assalamualaikum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat Mumruga xush keldinglar. Bizniki suhbatlarimizning mutlaq ko'p qismi shu da'vo temasida bo'lib keldi. Bu jarayonda bir qism qarindoshlarimizdan asta-asta biz anglamagan, bilmagan sirlarni ochib qo'yamiz. Bugun yana qaroq sirlarimizni o'rgangan do'stimiz Abdurahimjondan yaqinqi yozilgan bir yozmasidan sezgan bir sirimizni tafsilotini anglaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli Abdurahimjon, salomat, yaxshi turdingmi? Assalom, yaxshi, Allohga shukr. Seni ko'chilsa yomonchiq sir chiqadi adash. Yaqinda ki bir yozmangdan yana bir sirni bayqab qoldik. Bu bo'lsa-mu, endi shu Uyg'ur erkak qirg'inchiligi degan ishni xalqaro to'nitishda shu bir necha yilning oldida Amerika hukumatlarining aralashishi, yana bir millat orqali xalqaro to'nilgan ba'zi davlatlar uni erkak qirg'inchilik deb to'nigan deb qarab qolyapmiz. Ammo amaliyotda uningdan burun bizning Yevropadagi turkiy tashkilotlar ayrim mablag' ajratib shu Uyg'ur qirg'inchiligini xalqaro to'nitish jihatda tirishmoqchi bo'ldi. Ammo afsus, bizning atalmish da'vogarlar buningga to'sal bo'ldi. Mushu hikoyani bugun sendan anglaymiz. Qani marhamat. Bo'ldi. Endi Xitoy bizning vatanimizni ishg'ol qilgandan buyon bizni tubdan yo'qotish uchun, to'liq bosh egdirish uchun qilmagan zulmlari qolmadi. Bosqich bo'lib qirg'in qilib keldi. Biz kichik chog'lardami, cho'nglar lagerda, qamoqxonalarda, ommaviy so'loqda shundoq bir vaziyatda kichik chog'larimiz shundoq o'tgan. Xitoyniki siyosiy davlat siyosatining ma'lum o'zgarish bosqichlarida ma'lum kamchilikmi bo'ldi arliqda. Yana keyin Xitoy bo'lib shu 10 yil avval boshlagan bir proyekt var. Yeni Jipek yolu deydigan. Şu Jipek yolu projesini başlaş jarayonida lekin bu yerda Jipek yolu Xitoyniki yeni Jipek yolu şu bizning vatanimizdan, Qozog'istondan, shu rayondan o'tadigan. Moshina bexatarligini ko'z tutib, ya'ni moshina bexatar bir vaziyatda dunyoga ulashtirish maqsadida shunday Uyg'urlarni umumyüzlük tinchlandirish, ya'ni beshiqtirish, bosh egdirib, yo'qotish, mushu siyosatni yo'l qo'ydi deb mutaxassislar shunday baho berdi. Xitoy bu spekulatsiyani boshlashdan burunmi bizni bosqichga bo'lib qirg'in. Her 10 yılda, her 15 yılda, 20 yılda bir bana çıkıp kırgın kılıp ambiyi yo'qotib başında kelgan. Bu qitimki Xitoyniki bu lagerini açıp 2016-2017 yıldan başlap umumyüzlük tutqun qilib lagerga qamash bu siyosatni bu Jipek yolunu xotirjam tinchlik kapolatga ega qilish uchun Xitoy bu yangi siyaset, bu taktikini yo'l qo'ydi deb mutaxassislar, ya'ni chet ellik mutaxassislar shunday o'ziga yetib kelgan uchurlarga asosan shunday berdi. Ama biz Uyg'urlar bilimizki Xitoy bizning qon dushmanimiz, jon dushmanimiz. Bizni yo'qotmoqchi Xitoy o tuproqqa to'liq ega bo'lolmaydiganligini biladi. Bizmi Xitoyga bosh egmaydiganligimizni, bosh egmay kelganligimizni o'zimizmi bilamiz. Endi mushu navbatdagi irqiy qirg'inchilik bütün dünyanın ko'z oldida bo'ldi. Bütün dünya bilib turdi. Nurg'un isbot faktlar bilan, guvohchilar bilan buni anglab turdi. Bu dünya bilib ketgan bir oshkor ish bo'lganligi uchun bu Xitoyniki shu irqiy qirg'inchilik siyosatini to'xtatib Uyg'urlarni Xitoyning jiddiy aslini yashab, o'ldirib, yo'qotish xavfidan qutuldirmaydi deydigan turli tashkilotlar faaliyetki ötü garip devletleri bununla karşı tedbir kullandığı koludan kelişse yani.
qo'llanib keldi. Shu qatorda Germaniyadagi Türk İslam Təşkilatı o Uyg'urlarga bo'lib, biz shu Uyg'urga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy davlat boshliqlarini xalqaro jinoiy ishlar sotiga tortib chiqarmaymiz deb bunga Türk tashkilotimiz, Germaniyadagi Türk tashkiloti qadam bosgan ekan. Bu 2019 yılı 12. ayda şu Germaniyada muşu to'g'riliq bir yig'ilish bo'lib, buningga Uyg'urlarniki Türkiye'de hem Avrupa'da xeyli o'tirib chiqib tunilib qolgan Seyittin Türk Efendi'ni, lekin ya Uyg'ur qurultayiniki rahbarlarini, Türkiye'deki İstanbul'daki Ma'rif tashkilotiniki rahbarlarini, Rabia Qadir xonimni taklif qilib, biz shu Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ijro qilayotgan Xitoy davlat boshliqlarini xalqaro jinoiy ishlar sotiga topshiramiz. Buni yo'lda ma'amiz. Buniki iqtisodini biz hal qildik, sizlardan iqtisod talab qilmaymiz. Uyg'urlar faqat shu bizga bir vakolatnoma bersanglar, shu Türk İslam Təşkilatı bizga vakolatdan bizniki yo'limizdan ma'nudi deydigan bir kafolatnoma berishinglar kerak. Biz shunga asoslanib turib, undan keyin bu harakatni boshlaymiz deb 2019 yılı 12. ayının 5. günleri Germaniyanın Köln şehrinde sahipkarlık qilib teklif qilgan ekan. Endi bu suhbatga Seyittin Türk Efendi'nin talebi bilan bizning Uyg'uriston Ozodlik Tashkilotidan bir hay'at guvochi sifatida qatnashtirildi. U yerda o Türk tashkilotiniki yani o'ziga ishonchi bilan o'tirg'a qo'ygan bu takliflari viloyat Myanmadagi musulmonlarning irqiy qirg'inchilik, Arakan musulmonlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilik to'g'risida shuning jinoyatchini, shu Myanma davlat boshlig'ini, shunga qatnashgan cho'ng general amaldorni xalqaro jinoiy ishlar sotiga tortish uchun shu Türk tashkiloti $2,5 milyon ajratgan ekan. Uyg'urlarga $2,5 milyon, Arakan musulmonlarga $2,5 milyon ajratib, oldi bilan shu Arakan musulmonlariniki yo'lni mangan, ular 4-5 oy ichida natija qozonib, 2019 yil 11. ayning 13 kuniga deyman. Shu yo'ldan haq shahrida xalqaro sotib tortildi Myanma davlat boshliqlari. Shu tajribani asosan bizniki qozongan natijamiz bor. Shunga asosan biz endi Uyg'ur qarindoshlarimizni bu irqiy qirg'inchilik jazosidan qutuldirish uchun qadam bosamiz. Bunga shu Uyg'ur tashkilotlari inshaalloh vakolatnoma berishlar deb bu taklifni o'tirib qo'yibdi. Ondan keyin bu qanday qilganda bu tashkilot o'zi da'vo ochmaydi ekan. Janubiy Amerikadagi ojiz davlatlardan shu Argentina baka bu nimada bularniki lobbichilik munosabat to'g'rida. Ondan keyin Afrikada Gambiya degan bir davlat, yana bir davlat tortdi ism kelmaydi. Bu 3 davlatni bular kandidat qo'yib, shu ishga ma'nodanga. 3 davlatlar munosabat oxiri Gambiyaningki Oliy sudi bilan munosabat qilib, shu Gambiyadagi advokatlar jamiyatlari bilan munosabat qilish orqali ular Gambiya davlatiningki sudidan o'tkazib, bu Arakan irqiy jinoyatini isbot faktlar bilan bu yerda sudni o'tkazgan Gambiya Oliy sudi undan keyin buni qaror chiqarib, Myanma davlat boshliqlari irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazdi, xalqaro insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi degan buni muqimlab, undan keyin Gambiya davlatiga topshirgandan keyin Gambiya davlati bu da'vogar sifatida da'vo ochgan sudga berib, xalqaro sudga bergandan keyin bu sud 2019 yili 11. ayning 13 kuni ijro etilib, ya'ni shu qo'llangandan aşağıda xalqaro sud. Bu Myanma'nın davlat boshlig'i
Nemeti Aung Suu Kyi Aung dem bu San ayol. Suu Kyi. Bu ayolga yıllar burun Nobel Tinchlik mukofoti bilan mukofotlandi onu. Şundan. Onu uyarı layık emas bu deb bu mukofotni bekor qilib, anda ekan bunu irqiy qirg'inchilik yurgizgan insoniyatga qarshi yurgan urush jinoyatchisi degan qalpoqni kiydirgandan keyin anda ekan bu natijani hamda shu natijani asos qilib turib anda ekan Uyg'urlarga qatta irqiy qirg'inchilik ijro qilayotgan bu Xitoy davlat boshlig'ini biz xalqaro sudga tortib chiqish uchun qadam bosamiz. Deb bu taklif qo'yildi. 2019 yılının 5. günü. Bununla Seyit Türk Efendi şu naq meydandan aytdı, yaxşı ijobiy cavab berib, bunu biz bütünlay qo'llaymiz, aqlında yardım beramiz. Şu isbot guvochi talab qilingan doirada biz hamkorlashamiz. Ifoda bildirdik. Ama qurultayning rahbarligi bizning vaqtimiz yo'q deb bu naq maydonga kelmabdi. Türkiye'deki başka ma'rif teşkilatının rahbarlarımı kelmeyenmiş. Rabia Kadir Hanım qandaq cevap verdi, onu anlamadık. Ondan keyin anlamadım, ben anlamadım haberim yok. Rabia Hanım o naq maydonga kelmeyen ki. Fakat kelgan kişi Seyit Türk Efendi kelgan Uyg'urlar asosli bu ishga vakolatnoma berish salohiyatiga ega. Bunun bilan keyin bir ishga shu söhbətdən bir 2 aydan keyin andan keyin Seyit Türk Efendi'nin anlaşımızca Dünya Uyghur Qurultayı'nın rəhbəri andan keyin o Ma'rif təşkilatının başlıqları biz bu işqa həmkarlaşmayız. Buluplar başqa Uyghur təşkilatları və Uyghur rəhbərlərlə həmkarlıq astıda biz bu işqa imza qoymayız deyib bunlar rədd qılmış bu çıxışları. Şu rədd qılğanlıq xəbərini anladım. Ben şu çağda bunu çıkarman degan. Şu 2019 yılın axırı 2020 yılının başları bu muqimlaşdı bularning rad qilganlik bu ahvoli. Şu çağda bunu o'tirg'i chiqaray deb bularninki xiyonatini nima sababdan buni rad qildi? Nima ish qilmoqchi bular deb men o'tirg'i chiqarman desam bizniki Uyg'ur Ozod tashkilotidan bunga yo'l qo'ymadi. Nima ish qilganda o bir yoshirin bizdan maxfiy suhbat qilib qo'ygan bir narsa ham axborotni chiqqan narsa buni favqulodda bir boshqa bir taktik bilan vaqtliq kechiktirilayotgan bo'lsa bu o'tirg'i chiqib boshqarni bitib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Buni to'liq chiqmagan bir masala shuning uchun bir mazgil kutish lozim dedi. Shuning bilan ma'qul bo'lib o'tib ketdi, oraliqdan yillar o'tib ketdi. Hem şu çağda yani 2019 yılının ahırları 2020 yılının başlarında tutuksuzluğun bu Kanada'daki Dünya Uyghur Qurultayı'nın kanun məsləhətçisi ve qolluk rəhbərinin biri olan Mehmet Toxta Efendi WhatsApp toplarda, her türlü toplama şu ictimai uçur vasıtalarda təşviqat başlattı. Şu çağda hem de Uyghurlar Xitayning üstünden irqiy qirg'inchilik Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik jinoyati ijro qilyapti deb xalqaro sudga arz qilish kerak deb jiq talab tushib ketdi shu oraliqda. WhatsApplar qaynab ketdi shu gaplar. Bu Xitoy bizni ommaviy tutqun qilib lagerga solab qirg'in qilyapti. Mushu to'g'riliq Dünya Uyg'ur Qurultayı BDT'dan bu shunday bir da'vo etish kerak deb talab ko'p tushib ketgandan keyin Mehmet To'xta Efendi mushunga javoban bergan aniq editlik cevabı var. Onunki söz arkalık bergen cevabı da mundaq deyildi. Biz Xitayning üstüden dava etişimizga yani Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik jinoyati ep beryapti deb Xitoyning üstüden dava etishga qo'limizda moddiy isbot yo'q. Yani kim shu to'g'risida bir 60 adamning tizimligini menga topshirib beradi. Tug'ilgan vaqti shu kishiniki, ism familiyasi, tutqun qilingan vaqti, uyning adresi, o'ltirgan vaqti qatorliq konkret shundaq ahvollar bilan bir 60 adamning tizimligini topshirib bera oladi. Kim qila olsa qani?
Biz hech qanday qo'limizda bir isbot yo'q turib, moddiy fakt yo'q turib, u yerda bizni so'layapti, qirg'in qilyapti da'vo qilsak da'vo oqmaydi. Shuning uchun dunyoning qiziqadigan bir nuqtasi bor. Hem dünyanın köz aldı ep beriyotgan bir Xitoyning jinoyati bor, ya'ni madaniyat qirg'inchiligi. Bizning madaniy meroslarimizni yo'qotyapti, tilimizni cheklayotyapti. Kichik bolalarning o'zini Xitoy tili o'rgatib majburlab buni qilyapti. Ma'rifdan Uyg'ur tilini qo'g'lab chiqaryapti. Mushu ishlar xalqaroningki, g'arbninki diqqatini qo'zg'aydigan masala. Bulupmu medeniyet kırgınçılığı desek, bu Garip devleti medeniyetke bek köngül bildi, medeniyetin qoğdaşqa, bular meblağ acıtı kilatkan el, şuңlaşqa biz medeniyet kırgınçılığı edip, bunu oturup çıkarışımız gerek. Dep, muşundaq tətür taşqat qılıp, bu kişilerin orunu beşik tuğan boldu. Dervaqe, məmum meniki ailemden qancha edim tutup ketkiligini bilmeyme. Hazırda enik emas. Qanchaki adam tutulup ketdi, qanchagini o'ltirib bo'ldi, qanchagi hayot bor bilmayman men. Bilmagan narsa men qanday qilib da'voga isbot qilib paket yetkazib olaymi bekimga? Ham o lagerda mancha million adam tutqun qilindi, solab qo'ydi degan bilan u odamlarning ism familiyasini kim biladi? Qanday topamiz? Mushundaq paypoq gaplar bilan xalqniki juvonni besiq tug'an bo'ldi. Besiq tug'andan keyin xalqni qo'ydak bir xalq biz besiqib rost shundoq o'xshaydi. 60 odamni tizimga topshirolmasak, dunyo bizniki davozimiz tinchmaydigan yolg'on bir davo ochgan qoldi ekanmiz deb o'ra besiqqan chog'da andan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2020 yilni Dünya Uyghur Medeniyet Festivali deb e'lon qildi o'sha chog'da 2020 yil qo'shib e'lon qildi. G'arb davlatlarining shaharlarda ommaviy madaniy faoliyat uyushtirib, haqiqatan chaqiriq chiqariblar. Germaniyaning München shahri, Köln shahri, yana Polonyaning Pustan shahrida cho'ng shaharlarda ommaviy shaklda, biz zalning ichida dapudun baq o'ynaydigan emas, ko'chalarga chiqib, sigarlarga o'xshash, dapdutlarcha pust o'ynab, shunday faoliyat qilib, Uyg'urlarningki madaniyatchiligi, bizning shunda madaniyatimiz bor. Usul o'ynab, naqsh aytalaydigan shunday bir xalqning o'zini Xitoy madaniyatidan orib, bizning madaniyatimiz qirg'in qiladi deb, bunda isbot uyushtirib turib, undan keyin da'vo qilmaymiz deb, bular bu o'yinni boshladi. Bunaqa nurg'un norozilik bildirib baqdik biz 2021 yilda açık norozilik bildirdik. Ama bular o'zi qolgan qildi. Men endi bu Türk tashkilotininki, ya'ni bizniki irqiy qirg'inchilik masalamizni xalqaro jinoiy ishlar sudiga olib chiqilgan bu ishning o'zi ajab bir besiqib ketdi. Bu qandoq bo'ldi deb bizamot tanarqab ishkinib qoldim. Bu ishlar Aqpartiyaninki bir yolg'on taktikasimi bu ishlarning oqisi nima bor deb bizamot ishkinib qoldim. Keyin ishkinib ajab jimib ketdi deb o'ylab qoldim. Shu vaqtda bular qurultaychilar Uyg'ur soti degan bir o'yinni o'ynab chiqdi. 2021 yil qildi bu ishni. London Uyg'ur soti deb yana Xitoyni irqiy qirg'inchilik delos turg'izib Xitoyning ustidan jazo o'zimiz tortamiz deb butun dunyoning ko'zini, butun Uyg'urlarning ko'zini bo'yab, ko'ziga surma tortib, shunday bir o'yinni o'yindi. Ham bu o'yinni o'ynashdan burunmi, buni oson o'ynamadi bular. 2021 yili 1-ayning 19-kuni hokimiyatdan olib turayotgan Cumhuriyetçiler Partiyasi Amerikaninki, Cumhuriyetçiler Partiyasining tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendi bayonot e'lon qildi Xitoyniki qilmishlari Uyg'urlarga yurgizayotgan bu jinoyatni irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat, uning hisobini so'rash kerak deb Mike Pompeo bu bayonotni e'lon qildi. Undan keyin bir qancha ichida Yevropadagi 7-8 davlat parlamentlarda bu Xitoyninki Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyatni irqiy qirg'inchilik, xalqaro insoniyatga qarshi urush jinoyatlari degandek bunda qaror oldi. Bas-basda qaror olgandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayiki bu odamlar 4 qadam oldiga sakrab chiqib Uyg'ur soti degan bu o'yinni o'ynab chiqdi. Bu hamda
Nayeti şübhilik bir oyun. Ha. Biz bu çağda baha berdik ki bular qurultayını tatib olgandan keyin Rabia Qadir xonimdan va qurultayninki nurg'unlagan vekillerini qo'g'lab chiqarib, qurultayning nurg'un rahbarlarini tasqab chiqib yetib turib, bular qurultayni bir o'lchim odam quliga kirgizib olgandan keyin nima ish qildi? Xitoyga qarshi nima ish qildi? Xitoy shunda irqiy qirg'inchilik yurgizyapsa, buning buningga qarshi biz nima ishni qildi degan savollarga javob berish uchun 10 ming kishi namoyish qildik, 5 ming kishi namoyish qildik. Mana hozir Xitoy davlatini biz sotqa tortyapmiz deb mana javob berish uchun shunda saxtapazlikni qo'llayapti deb qaradik. Ammo buning keyin qanday ish yuz berdi desam, shu London Uyg'ur soti degan narsani uyushtirib dunyoga daqidin baxchib, shunda davron qilgandan keyin Xitoyga qarshi biror davlatning o'zi, Yevropadagi biror davlatning o'zi unda bir parlamentda qaror olmadi. To'xtab ketdi. Qurmizlan. Bu nima demak endi? London Uyg'ur sotida tahsil qildi. Xitoyninki jinoyatni irqiy qirg'inchilik deydiganga qo'limizda to'liq isbot yo'q deb qaror chiqarib tahsil qildi ashlar. Shunda girbak berib qilib gumonli Xitoyninki mushundaq irqiy qirg'inchilik berayotgan bo'lishi mumkin deb qo'ydi. BDTning inson haqlari kompleksini boshlig'i başlayan bir ayol var diye vazifesi tutuşup çıkıp ketken. Şu ayolma vazifesinin ahırkı günü şunda irqiy qirg'inchilik vatman bo'lishim mumkin degan bir ehtimollik so'zni bayon qilganda, mush Uyg'ur soti deganligi o'shundaq mujmal bir narsani e'lon qildi. Bunimiz to'liq isbotga fakti va bizningki, mana biz isbotga asosan shunda qaror chiqaramizki, Xitoy irqiy qirg'inchilik qildi deb bunda bayon e'lon qilmadi Uyg'ur soti degan narsa. Andan keyin qanday bo'ldi? Yevropa g'arb davlatlari tim tosib ketdi. Hech qanday bir davlatdan sado chiqmadi. Jimjit bo'lib, yana Xitoy bilan bo'lgan munosabatni buzilib ketgan munosabatlar remont qilib, yaxshilab hozirgacha bu ish davomlashyapti. Ammo Uyg'urniki dardini tinchaydigan undaq bir narsa qayta takrorlanmadi. 2021-yilninki o'ttirlardan boshlab bundaq bir ish yuz bermadi. Bo'lmadi. Yani bu endi bu London Uyg'ur soti degan narsaniki yana bir yuziga qarab baqsak, nima degan bo'ldi? Bu irqiy qirg'inchilik, jinoyat va hokazo degan qonuniy masala. Sizlar parlamentda siyosiy qaror chiqarib baholaydigan narsa emas. Bizga o'xshash sud echib turib qonun orqali isbot bilan, fakti bilan andan qaror chiqarishlar degan signal bermoqchi bo'ldimi bular bir tarafdan? Aldirab ketmanglar. Bu Xitoy bilan Uyg'urning orasidagi ish, sizlar unda aldirab qonuniy asosi yo'q ishlarga o'zinglarni urib ketmanglar degandek bir signal berdimi? Ya'ni shundaq his qildimi g'arb davlatlari, shundaq qabul qildimi bularniki inkosini ish qilib to'xtab ketdi. Endi London Uyg'ur soti degan narsani ochdi. Shuni qilgandan keyin ashunaqami $2 million xarajat qildi. Bu pulni endi pulba bularniki oncha xarajat qila oladi, Uyg'urlardan yig'di. Yig'ib uni qildi, ammo London Uyg'ur sotininki chiqargan hech bo'lmasa shu to'plagan materialni isbot guvoh tariqasida isbot tariqasida to'plab xalqaro jinoyat ishlar sotiga nima shuni topmaydi. Shu advokatlar Londonda 5 batman pulni elib, aşağıda sotni uyushtirgan shu advokat guruhi nima uchun xalqaro jinoyat ishlar sotiga Xitoy davlatining ustidan el sunmadi. Yana bu qurultaydagilar Argentinaga verib, biz Argentinaning sotiga da'vo qilamiz deb nima uchun bu paypoqni so'rab yuriydi. O'ylab topdim. Men bu shu o'ylaqi Uyg'ur liderlariga aytib savolda bir mavzu qo'yib Facebookda binasi yozgandim. Shuningki asosan bu suhbatni qilyapmiz hozir shuningki taklifim. Endi shu biz Uyg'urlarning lideri deb mushundaq maydonga chiqayotgan mushundaq salohiyatni o'ziga qabul qildigan mushu odamlar ayat $2 million pulni xashlab London Uyg'ur soti deb u yerda nurg'unlagan Uyg'urni bir guvoh chiqarib naq maydonda o'ldirib qo'yib, o'shunda ahmoq qilib
Şunu qilgan, mushu o'yinni, mushu dramani, komediyani o'ynagan mushular nima uchun shu sudniki advokatlar bilan qo'shilib billa bu Argentina nimaligi xalqaro jinoiy ishlar sudiga arz qilmay, nima ishga bu qurultaydagilar yana Argentinaga yo'lab berib, hali desa Argentinaning boshlig'ini, Argentina davlatini so'qtatdi ekan. Bizniki arzimizni qabul qilib bular haligi xalqaro sudga Xitoyning ustidan arz qilmaydi, to'sib qo'ydi bu ishni. Argentina hukumatining ustidan da'vo açıkken bulatama ergalar. Endi al Londondaki Uyghur soğutu degan narsani nima uchun açtı? Bu kimga bergan javob, kimga bergan signal. Endi buni bo'lib yillar o'tgandan keyin Argentinadagi bir kichik bir davlatga berib, endi buni nima ish qiladi? Ma Türk tashkiloti $20 milyon ajratib qo'ydik. Shuningga bizga kafolat, vakolatdan beringlar. Biz qilamiz degan chog'da bularga rad qilib, buni ma'qul bo'lmay, ya'ni bizning yo'limizdan bog'liq mang'idak bo'lg'i biz fursat beraylik, yo'lni ichib beraylik demak, uni yo'lni itib turib, barliq to'sqinlikni qilib, oxir u bo'lmagan chog'da Uyg'ur sudi biz Xitoyning ustidan sud ochamiz deb bu dramani o'ynab chiqib, andan keyin o binasi ahmagan chog'da endi Argentinaga berib biz sud qazg'atimiz. Yani buni bu Uyg'ur xalq buni tushunmaydi. Ya bu sahneki sen nima oyunu oynayapsa deydigan bunda bir yurak yo'q bu haqda tushunsinmi. Endi mushu hozir yillar o'tib ketdi. Endi bu yaqin ko'rindiki Türk tashkilotiniki, ayam degan tashkilotiniki sho'ba tashkilot vakillarilar men o'zim yana bir qatim uchrashib qoldim o'zim naq maydonda. O 2022 yılı 3. ayının 5. günüsü oldu. Bu sho'ba tashkilot başlıkları Münxen'e kelimiz, biz Uyghur Azad Teşkilatı'nınki mas'ullarla sözleşimiz deb taklif şunun bilan biz uchrashdik. Uyghur Azad Teşkilatı'nınki başlığı Osmancan Tursun, başqa qarindoshlar, men bu suhbatga qatnashib, men o'zim naq maydonda bulardan suhbatlashdim, so'radim. Dünya Uyghur qurultayıga nima uchun ehtiyoj bo'lib qoldinglar sizlar? Shu 2019 Xitoyning ustidan da'vo ochamiz degan chog'da faqat Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbari buningga ma'qul bo'lmaganlikdan sizlar bu ishni to'xtatib qo'ydinglarmi? Zodi sabab nima degan savolimga javob berdiki, bu Arakan musulmonlarning shu xalqaro tanilgan BDT'da so'z haqqi ega tashkilot rahbarlari bizga vakolatdan bergan. Uyg'urlarning mayli Seyittin Türk Efendi olsun, Rabia Kadir Hanım olsun, kimli olsun, ama şu Uygurlar bir qancha çoğun başqa bölünüp faaliyet qıvatıslar G'arbda. Muşlarning hammasi birlikda Dunyo Uyg'ur qurultayiga nima qilish kerak? Bunda birlik kelish kerak. Ya'ni tashkil jihatdan birlashib emas. Biz mushu Xitoyning sudga da'vo ochamiz degan mushu bizningki harakatimizga vakolatnoma berishni faqat Dunyo Uyg'ur qurultayi qiladi. Chunki Dunyo Uyg'ur qurultayi BDT'da söz haqqi ega Uyg'urlarning vakili degan salohiyatga ega tashkiloti mushlar bizga vakolatnoma berish kerak. Ama qolgan nopuzluq rahbarlar, nopuzluq tashkilotlar Dunyo Uyg'ur qurultayiniki mushu vakolatnomasini bizni qabul qilmaymiz, e'tirof qilamiz, biz buning qarshi emas degan ifodani bizga bildirish kerak. Shu nuqtadan rahbarlarni chaqirgan, bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultayi bu vakolatni bermagichilik biz uni harakatni o'tirib chiqarib ma'maymiz. Bizniki shu butun o'tirib qo'ygan narsa. Shu deb moshini uchiq etdi. Dunyo Uyg'ur qurultayi nima uchun rad qilganligining sababini sizlarga aytdimmi desam, yo bizga uning sababini tushundirmadi. Biz o'zimiz yo'l ma'maymiz deganda, yo'l ma'nadik deb turdik. Ular sotni uyushtirib Xitoyning ustidan sot echib demiş ama onun neticesinin nima bo'lganligini anlamadik. Ama xalqaro jinoiy ishlar sudiga bu da'voni olib chiqishga bizga vakolatnoma bermagandan keyin biz o'z oldimizga harakat qilamidik. Buni biz bejaramay degandan keyin biz shu vaqtida 2022 yili 2021 oxiri Uyg'ur muhojirlar delegatsiyasi deb bir kollektiv bir markazni qurmaymiz deb harakat qilayotgandik. Men shuni dedim. Biz hozir shunday bir
təşkilatda meyli təşkilsiz, meyli təşkillik olsun, qandaq təşkilat olsun, həmin təşkilatlardan vekil qatnaşqan bir xalqaralıq muşunda vakilatdan bireyleyen bir grupni oturup çıkarmakçı biz. Muşundaq bir hərəkət oturup çıksa, bir organ oturup çıksa, andaki biz şu vakalatnamını bəsək, biz kurgan şu organ namıdın. Bu işini qaytı yapmanğıl bulamdı dedim. Ola bunun tazı ümitli qarımıydı. Çünkü Dünya Uyghur Kurultayı'nınki kep çıkış jaryanını hesaplaysak 20 neçə yıl bolğan bir təşkilat. BDT'de, G'arbda fəaliyyət qılayotgan, Amerika itiraf qilgan, Avropa Parlamenti itiraf qilgan, BDT itiraf qilgan bir çoğun bir təşkilat bu. Dünya Uyghur Kurultayı. Bundaqdan bir işkilişli oturup çıkan grup emas. Ama sizler bundaq bir grupni oturup çıkarıp organını. Qancha nüfuz qazanalaysa Uyg'urlarga vakolatdan muşular bergen vakolatnoma kuchga ega degan salohiyatga ega bo'lish uchun qancha yillar ketadi. Shunlashqa biz buningga bo'ladi bo'lmaydi deb javob bersak to'g'ri olmaydi. Oldi bilan sizlar shu organni qurib chiqib, shundoq bir salohiyat yaratgan chig'inida andan keyin o vaqtida biz bu narsalar alaymiz buningga. Ama hazır texib qurilayotgan, qurish uchun yo'l mengayotgan bir organga asli shuni qurib chiqsanglar biz bu ishni sizlar hamkorlashib qilamiz deb unda javob bersak bu to'g'ri bo'lmay qoladi. Aslında tushuncha badi ular. Endi demak Uyg'urninki davosini qilib, Uyg'urning bayrog'ini egib ko'tarib, Uyg'urning qenini yüzüge sug'ab yurib da'vo qilib, dunyoda yüz topgan, yo'l topgan, obro'y topgan, pul tepib, jinni beqiyotgan mushu shaxslar nima uchun Uyg'urni qutqizishga harakat qilgan organlarning yo'lini ochmaydi? Nima uchun to'sqinlik qildi? Yoki 2009-yilda Amerika Kongressida Uyghur kanuni deb bir narsaniki loyihasini o'tirib qo'ygan gap. Buni butun dunyoga Uyg'urlar bilib ketdi, sezib ketgan bir ish. Shu vaqtning o'zida bu loyihani shu kongressdagilar tuzib yuqor Uyg'urlarga topshiribdi. Shu Amerikadagi Uyg'urlarga. Uyg'urlar deganda kim o'yamdi shu Dunyo Uyg'ur Qurultayı. Amerikadagi shularga topshirgandan keyin buni ratlab chiqib, qaytib ko'rib chiqib, buniki to'g'ri bo'lmagan yerlar bo'lsa, tahrirlab bizga topshiringlar. Bu Uyg'ur qonuni, shu qonunni ma'qullasa Xitoy Uyg'urga xohlagancha unda jazo yurgizib, Uyg'urni bo'zaq qilmaydi, o'ldirib xohlagancha tutqun qilmaydi. Uyg'urni qo'g'dash qonuni bu jiq aytganda. Mush qonunni ma'qullaymiz deb bersa, bu munofiqlar shu qonunning loyihasini yo'q qilmoqchi. Ispisini chiqarmay yo'q etib, teptish. Nima uchun yo'q qilyapti? Bularga Beijingdan buyruq tushadimi? Yo'q qilyapti. Yoki olmaydi, Rabiya Qodir xonimni o'rib etib, bu ayol bak eskiga bizning o'zimizning xohlagan bir odamimiz, biz orzu qiladigan yoki Beijingdan belgilab bergan bir odamimiz o'tirib chiqqan chaqda shuning qo'li bilan qilib, shuniga nufuz qozondiramiz deb yo'qtiryaptimi? Buning javobini bermadi. Buni 2019-yil Solih Xudoyori shu kongressga yurib tep chiqdi bu ishni. Tep chiqib seni oshkorlagandan keyin bular bizi ishtirib qo'yib yo'qotyapti buni. Rabiya Qodir xonim Ömer Qanat ishib qo'ydi, Ömer Qanat endi bizni ishtirib qo'ydi, endi biz ishxonada bo'tdi, men cho'tiga jab qo'ygan qarsam yo'qtir deb boshында qilib yo'qotdi. Material yo'qotdi, ammo bu jinoyatni qandoq yo'qotadi? Bu jinoyatni qanday aqlaydi? 2009-yildagi shu jinoyatni bular ustida ko'tarib yuryapti hozirgacha. Ondan keyin 2019-yilda, shundan 10 yildan keyin bu xalqimizni lagerga millionlab solab o'ltirib qirg'in qilayotgan Xitoyning ustidan da'vo ochamiz, bizga vakolatnoma beringlar degan bu Turk tashkilotininki talablariga bularning uchun to'sqinlik qildi 10 yildan keyin. Hatto G'arb davlatlari, Yevropa davlatlari Xitoyning ustidan parlamentga qaror chiqarib, Xitoy Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik beryapti, insoniyatga qarshi jinoyat beryapti deb qaror og'iltirsa, bular Uyg'ur soti deb buning oldini nima qilishdi? Partiya ish qilamiz, qonunliq ish qilamiz. Unda parlamentda siyosiy qaror olish bu siyosiyga o'tadi, bu siyosiy o'chmanlik yetib qoldi. Xitoyning ustidan faqat qonuniy isbot bilan kim buni turg'izish kerak, qonun orqali hal qilish kerak deb bular G'arbniki yo'lini to'sdimi?
Eğer Xitayning ustidan moshta Uyg'ur sudida paket to'plab, advokatlarninki, mutaxassislarninki ishlab chiqqan materialni to'plab, andan keyin xalqaro jinoiy ishlar sudiga o'zimiz arz qilamiz deydigan bir bularniki mavqesi, maydoni bo'lgan bo'lsa, nima uchun bu Londondagi Uyg'ur sudida to'plagan materialni xalqaro jinoiy ishlar sudiga nima uchun topshirmaydi? Nima uchun Argentina bugungi kunda yana bo'ynini qisib, Tamtiyda resim uçuşup, biz dava qatımız deb, xalqning ko'zini shunday bo'yaydi bular. Bularning xoinligini, bularning satqinligini kim idora qilyapti? Kim yo'l yo'riq beryapti bular? Va shunga javob bera olamdi bular. Men ilki 2015-yili 2016-yili, 2017-yili 3 yil ichida bo'lgan bir voqeani bular bir savol tariqasida yezib qo'ygandim, keyin sen buni ekran orqali so'zlayli deding. Ekran orqali so'zlab o'tirib qo'ydik. Rabiya Qodir xonim javob berib demiş, anlamadım. Ben Rabiya Qodir xonimdan javob anlamadım. Bana cevap evet ki onu mu anlamay uçurvatdım WhatsApp bilen. Andaki özü video orqali bergan javob ki onu mu anlamadım. Fakat Sıdık Hacı Rozi efendimniki nayt qaynab turib so'zlagan bir so'zi var ki şunu acayip anladım. Kişilik hukuk diyen, müstakillik diyen bo'ldi deb, o'zining burun inkor qilgan gaplarini o'zi yana isbotlab chiqib so'zlab turib, peshqadam kishi hurmat qilamiz. O Sıdık Hacı Rozi efendim bu ishga aralashishga asli aqli emasdi. Endi Rabiya xonim uchun ig'ir bir gumoni savolni o'tirib qo'yganligim uchun u kishi buni qattiq raddiya berish nuqtasidan chiqib ozroq so'zlabdi, uni bir qur anglab chiqdim. Ama hech qanday javob bermadim. Javob berishning zarurati yo'q. Rabiya Qodir xonim o'zi ona ilqi nima deb javob berganligini men anlamadim, anlaganladim. So'rim ya anlamaymadim. Chunki Rabiya Qodir xonim bu yerda bir cho'ng xiyonatga sherik. Musa 2015-yili 6-oyning 26-kunisi Myunxenga kelib, shu qurultayga Van Katovning o'ziga sen o'zing bu ishni 6 oy boshqarib tursan, men istifa berman deb yolg'ondan ashta tashlab berib ketib, bu ig'ir sirliq narsa, bu baksirlik ish. Bunun sirrini uchun men bilaman. Men bilaman, bunun jazosini men o'tdim. Men o'tgan odam. Jazosini o'tgan bir odam. Men bilaman. Ama Rabiya Qodir xonim bu xiyonatga chapay yaptı. Ya o'zi bevosita bu xiyonatniki ijroatchisi. Ya bo'lmasa yurib tushib qolgan bir bechora. Buni oshkorlayolmaydi. 2015-yili 6-oyning 26-kunisi 20ga kelib jiddiy tadbir qo'llanib, yoki Mehmetni qatnashtirib, qurultayning ichki yig'iniga shunday qildi xonim. Ondan keyingi savol, ondan keyingi savollarga Rabiya Qodir xonim javob berolmaydi. Qurultayni nima uchun tashlab berdi 2017-yili degan gapga o'zi javob berib demiş. Men anglashni xohlamadim, mazmunni anglashni, boshlig'ini og'zini anglashni xohlamadim. Chunki yolg'on. Onun rastını cevap veremeydi. Rastını cevap verse neyim dep cevap veriş gerek. Kurultayının içinde Gomo en budun belgilep koygan xadim var deyiş gerek. Meni şu xadimden xizmetinden dep çıkargan deyiş gerek. Muşun uçuk demek içilik Rabiya Qodir xonim her kandak cevap verip yıkılap, her kandak başkalarına töhmet atıp kurultayın içindeki casuslarını bozak kıldı. Bizim o gapni ben kabul kılmayım. Muşundaq gap. Endi muşu bu jinoyatlar yana bizning bayrog'imizni egiz ko'tarib manganlar hozirgi muşu chet elda 20 yillab, 25 yillab muşu bayroqni ko'tarib, muşun nenni yeb, muşundan salohiyat qazınib menayotgan nurg'unlagan muşu kishilarning orasidagi sanoqsiz munofiqlarning o'zi agar munofiq yo'q desa, bu onun arasında hain yok, satqın yok, Xitayning vazifeli xodimlari yo'q desa, bu adamning o'zi ya bir dört kalva adam buldu, ya olmasa şu satqınlarninki xalqdagi cho'moqchilari, vazifeli adamlari degan bo'ladi. 33-yildagi qurilgan Cumhuriyetimizni xalq qon to'kib qurdi, rahbarlar satdi. 44-yildagi Cumhuriyetni xalq qon to'kib qurdi, shu davlatning rahbarlari bitin olmay Xitoyga berdi, satdi.
Şu oldingi sepda qon to'kib urush qilayotgan yerning o'zida shuncha xoinlar, satqinlar, josuslar bo'lar ekan yo. Bu chet eldagi butun qon to'kilmaydigan bu harakatning ichida yo'q deb kim aytolaydi. Bu shunchalik ochiq oshkora bularning aqlsini qo'ng'iroq sangilab turyaptiki, diring mammayada deb signal berib turyapsimi, xalq buni anglamasga salib, aqlsini agishib olgan nurg'ulg'an ukizlar bor, inaklar bor. Lekin umumiy xalq buni parvo qilmaydi, qiziqmaydi. Voy bizning qo'limiz nima deydi? Mushuning bilan bularni xotirjam liderlik salohiyati bilan yashaydi, beshini ustun tutib yashaydi. Bularga qarshi to'rt og'iz gap qilgan odam, senga o'xshash, bizga o'xshash to'matxo'r bo'lib, yuzimizga qarshi kulib yuramiz. Endi buna javobini berish kerak bular. Xalq oldiga chiqib javobni berish kerak. Javobni kim so'raydi? Bunga savol qo'ygan kim u? Shunchalik echinishli ahvolda biz. Shunchalik echinishli ahvol. Oldin qatamqi suhbatda Suriyada qurolli kuchlarimiz bor deganga qatta o'zimningki fikrimni ko'z qarashlarini bilib o'tirib qo'ygandim. Shunchalik pochiki Uyg'urlar. Oyada qurolli kuchlarimiz bor deydi. U hech qanday bir Uyg'ur ularni boshqara olmaydi. Vaqt kelgan chaqda bu chet eldagi har qanday so'zchong Uyg'urlarning ularga tish patmaydi. U bir. İkincidin özünün çişpatı da gibi ötkidek mavu hain munafiqlarga to'rt og'iz gap qilinmagan bu lamzallik haqla qurolliqlarda qo'shin vakiyat ma'laninki. Qurolliqda qo'shin Suriyada qurolliq qo'shin varmış ma'laninki. Ola miltixin assun bo'pti, Suriyadan aş mujohidlar berib, miltixin etib ketsin bo'pti. Vaqt kelgan chaqda mushu hozirgi munafiqlar söhbət üstündə o'tirib satılganlar bo'lar. Sürü qılğanlama 44-yılı 100 ming'an xalqimiz qurban berib, şehit bo'lib qurgan bir cumhuriyatning o'zini 3 tane munafiq Xitoy bilan kelishim tuzib, necha oy Urumchida o'tirib aşağıda davlatni qurolsizlantirib, 30 ming qo'shinni qurolsizlantirib, aşağıda davlatning o'zini tarqitib etib, Xitoy bilan Şinjan Türklik koalisyon birleşik hükümeti de qursa, Osyo'nun o'zini hamda o'shunda bo'lgan tursa, rahbarlar shuni qilgan tursa, Uyg'ur xalqi ibrat olmaydi. Ama bugün kan töküp vatanı azap qilsa, bu vatanın taqdirini yine mushu munafiqlar, aş 44'ündeki munafiqlarninki varislari. Hozir mushu aramizda texi o'rindim o'tib ketgan sotqinlikni qilyapti. Hech qanday bir ish bo'lmay turib, to'sqinlikni qilayotgan tursa, 2009-yili Amerika Uyg'ur qonuni ma'qullaydigan to'sqinlikni qildi. 2019-yili Türk tashkiloti Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida Xitoy ustidan da'vo ochimiz xalqaro degan bu talabni rad qilgan tursa, buni to'sqinlik qilgan tursa, G'arb davlatlari parlamentida Xitoyning ustidan qaror elayotgan bu ishga oldin to'sqandek bir harakatni qilgan tursa, bular Uyg'ur soti degan narsani uyushtirib chiqib, mushunda xiyonat, mushunda xoinliklar bash ko'tarim sangilab tursa, bu xalq nima uchun sen chekindiranmaydi. Qurultaychi shunchalik rasvo bo'lib ketdi. Rasvo bo'lib ketsa, yana bu öküzlar hammasi aşağıda ovoz yurib, qurultayni aşağıda yana tutib qoldi. Bavariya degan bu o'lka 1640-yildan boshlab Xitoyning shu vaqtdagi Xitoyda o'tkinchi bir hukumat qurilib, Ming sulolasi bilan Qing sulolasining orasida 40 yillik bir bo'shliq qolgan. Shu 40 yillik bo'shliq bilan to'xtab qolgan, uningdagi yana Xitoy bilan bo'lgan savdosi 1660-yildan boshlab davomlashib kelayotgan eng Xitoylar iç quyum bo'lib ketgan o'lka Bavariya. Germaniyaningki bütün şu Avrupaga mal taqıtan Xitoyniki g'arbdagi bazasi hisoblanadi Bavariya. Germaniya deganimiz asosli Bavariya tutib turdi. Germaniyaning iqtisodiy nurg'unlagan tashqi savdolari Bavariya orqali bo'ldi. Mushu o'lkaninki bir bo'lin ko'chisida bu qurultayni tutib turish deganning o'zi bu kimninki topshirgan vazifasidan bo'ldi. Bu qatim shunchalik rasvolik ketgan chaq, nima uchun Amerikaga yo'tkilib ketolmaydi bu qurultay? Buningki turg'unajimdek bir jugash, mo'min bir o'lima kishining o'ziga mushu yukni yuklab qo'yib, bu ishlar o'zlari bu paslar deb u kishini ma'qul degisi, bu ishni mana shu odamga to'xtatib qo'yib, yana ishni kim qiladi desa, shu burunqi dashqal, shu harakatga to'sqinlik qilgan Uyg'ur
Uyg'urning ishlari to'sqinlik qilgan, buzg'unchilik qilgan shular qilyotidi. U yerga berib, bu yerga berib ichib qo'ygan ishxonada saniga chiqib so'zlaganlik o da'vo emas. Og'ayni. Shu. Hozir degan 5 yil avval qilayotgan da'voning o'ziga faqat Xitoy lagerini ichib da'vo qo'shib berdi. Qo'shimcha bir da'voni, texnik ig'ir da'voni yuklab berdi. Shuni niyatida bular. Yine 10 yıl, to'sang sen bilen biz hayat bo'lsak, yine 10 yıl Xitoy lagerini taqmasa, yeni başını qildi. Yeni Xitoy yeni qo'shishi mumkin. Yeni da'voni qo'shib berishi mumkin bularga. Shu da'voni qiladi-ki, bular herkes o vatanninki, millatning taqdirini o'zlükisiz hal qiladigan bir yo'lni izlanmaydi. To'g'ri. Endi sen ait içinişlik bir reallıkni içip edin adaş. Ben bu yakın ayağı şu biz zaten ki biz ne boğan tarihte muşta yaramaz ötken bu dep özümüz doğrusu da izniş sebebiden tarih sahipsi tarih öğreniyatımız. Əməliyyatda biz tarixdə şu qədər şanlıq səhiflərin yaratqan bir uluq millətkenmiz. Amma qanda olub bugünküdək müştaq adət küçüb qaldıq. Məsələn, şu yakınqı zaman tariximizni sən hazır tılğab ötdün. Şu iki cumhuriyetimizdən tatıb hazırgıça. Şu xainlik, sitib xəstəş acayip iğirkə bizdə. Bu şu iki cumhuriyetdeki işlerini talışıp, andaqti, mamandaqti dep yaqsıqışıp ketimiz. Ama hazırki ahvalımızga qarasaqlar, muna baysam tilgap ötüp, aynen davam qatıdan şu münafıqlıqlar, şu xainliklar. Bizning mushu oldi qilishimiz shunchalar ish bo'lsa, bir mush bo'lib tugilib düşmanga zarba berish emas, o'zimizning ichidagi munofiqlarga zarba beramaslik. Oddiysi shuni tizginlayolmaslik, tekmişda ojiz oltimiz odamni haqiqatan ichindirdi. Masalan, Suriyadagi qurolli kuchlarimizni tilg'ab o'tdim. Ular hozirgi ilg'or zambiri qurollarni ishlatib urush qatnasholadigan holatga. Ammo shulardan 5-10 odam kelib, oramizdagi hozir shu Uyg'urniki nomini sitib can beqatqan haramzadlardan 5-10'ni jug'ishtirib oladigan ishni qila oladimi? Qilamdi masalan da. Men deyman, agar hozir mushtaqliq xo'rga yo'g'inab, men nimani qilsam bu millatning beshiga minib o'ttasam, hech kim meni ishim qilolmaydi deb haddidan ishib ketgan munofiqlardan 2-3'ninki jinini olmasaqmi, qulog'ini ko'rsib, ko'zini o'yayotgan bo'lsak, qolgan atrofdagi o munofiqlar sal quyrug'ini qisqan bo'ladi-da. Ammo mushunchalik ish yo'q bizda. Sen adash qo'ygan savollaring, masalan, Marabiya xonimga qo'ygan savol olsin, Qo'ratayga qo'yilgan savol olsin, ularning javobini ololmaymiz, u aniq. Ama bunu xalqimizga anglatish hech bo'lmasa, xalqimizga shu reallikni ichib berishning o'zimi nihoyat muhim. Hech bo'lmasa xalqimiz bilib qolsin. Masalan, shaxsan men bu Türk qarindoshlarimiz 1,5 million pul ajratib, hali burun Uyg'ur qirg'inchiligini xalqaro to'nitish to'g'risida tirishibdi. Ammo bizning munofiqlar yo'q, u bo'lmaydi deblar Madaniyat festivalida deb o'ynab yurgan ahvollar. Xalqimizda bir nazar sapaqsin, bir necha yil burun qishqa ekrandan ko'rsatdik analarniki 2020-yilni Madaniyat festivalida deb o'ynab yurganda Yevropaning zaklarida. Xalqimiz o'ylab baqsin, biz o kadar döt xalqmi emas-ku, kallimiz bor herhalde. Bu programmalarni ishlashimizga maqsadimizmi bu kadar ölük yaşamayla qarindoshlarım. Hech bo'lmasa kallamizni silkitib bir o'ylayli, kim u bizni hozir chap o'ynayotganlar. Buningdagi yana yo'l qo'yamdi quloqqa deganga bo'lsin bir javob deb chiqarish baqinglar adash. Bugun yana 50 minut bo'libdi adash. Seni ko'chilsak yana jiq sirlar chiqishi mumkin. Hatto jiq ba'zi ishlarga men shohid bo'ldim deysa. Bunu sen hozir o'zing ish bilan bak aldirash asosida aytib o'tsa,
Buningdagi yana bir sirlarni echib qolsang, yana o'sha ekranға chaqiramiz adresini, yana tafsilotini sendan anglaymiz. Ham sanga o'xshash mushu sirlarga, mushundaq sirlarga shohid bo'lgan erkak atayotgan o'zini meyisiga urib, men haqiqiy Uyg'ur, men haqiqiy millatchi deyotganlarmi bor. Ana shularnikimi sanga qo'shilib, mushu sirlarni bir-birlab echishini umid qilamiz. Shuningdek xalqimiz ishning mohiyatini asosda to'liq tunib yetadi. Hech bo'lmasa yomonning depini chammaydi. Bugun yana vaqt chiqarib shu programma qatnashganiga rahmat adash. Salomat bo'lgan. Kelajagi programmalarda ko'rishguncha omon bo'lganimizga xayr. Allohga omonat. Allohga omonat. Biz ishlagan videoga qiziqadigan do'stlarning samiga. Mushu yaqindan az bo'lmagan qarindoshlarim menga ayrim xat yozib yoki telefon qilib, men yaqinda ishlagan videolarimni topolmaganligini va yordam qilishimni so'radi. Men ularga ayrim avatib bergan bo'ldim, ammo bu to'g'ri usul emas. Chunki birsi mening vaqtim ketadi, birsi sizlarning videolarni tepishinglar qulay bo'lmaydi ekan. Bunun bir oddiy usulini bilgan qisqacha so'zlab ko'rsam, mana bu nimani ochgandan keyin, YouTube'ni ochgandan keyin, YouTube'ning bosh beti ochgandan keyin, mana bu nima yozilgan yeri bor, search, ya'ni izlaydigan yerga kirib, ismimni yozsanglar bo'ldi qarindoshlarim. Ya'ni Jasorat Umid deb yozsanglar tizimlikda chiqadi, mana bu. To'g'risi, birisi uyini to'qabdi. Umid degani bossanglar, meniki nimam chiqadi. Ya'ni YouTube'dagi kanalim chiqadi. Men ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni tepishga qulay bo'lsin uchun mushaga jo'g'lab qo'ydim videolarni. Bu yerda mana bu J belgisi yoki ismimni cheksanglar, meniki to'r betim, YouTube to'r betim ochildi. Bununla dikkat qilsanglar bir qancha sahifa bor. Masalan, eng yangi ishlangan videolar shu to'pida bor. Masalan, Varis Muallim bilan ishlangan tarixga oid videolarimiz shu yerda bor. Bununla boshqa temalar aralashib qoladi ba'zida. Onun uchun ko'pchilikning ayrim temalarda biz ishlagan videolarni tepishga qulay bo'lish uchun, masalan, tariximizga nazar degan temada maxsus shu Varis Muallim bilan ishlagan videolarni mushaga jo'g'lab qo'ydim. Bu yerda ko'rinigini 5, agar davomini desanglar, bossanglar, uni oxiri chiqadi. Hammasi play all, ya'ni hammani qo'y deganni bossanglar, shu boshdan tortib, shu birinchi qismini tortib hozirgacha ishlangan qismlar hammasi to'liq qo'yildi. Undan boshqa bizning kanalimizda qani 240 yaqin video bor ki, hammasidagidek biz o'zimiz ishlagan videolar. Bularning ichida masalan bir inqilobiy hikoyam bor. Masalan, Qora Uyg'urlar. Bu asosan ilgari nimada tarqatilgan? YouTube'da tarqatmagandik, WhatsApp'da tarqatgandik. Keng ko'lamda tarqalgan hikoya. Mushuni izlab shurganlarmi borki, o'sha qarsanglar mana Qora Uyg'urlar degan ayrim temada buni qo'yib qo'ydik. Ammo o'ng tarafni cheksanglar davomi chiqadi. Ve yoki boshdan hammani anglayman desanglar, oddiy play all hammani anglayat deganni bossanglar, bütün shu videoni, shu Qora Uyg'urlar hikoyasini anglab chiqalasizlar boshdan oxiri. Ama aslida boshqa masalan eng hozirgacha eng ko'p ko'rilgan videolar degandek nimalar temalar bor. Demakki, bizning videoga qiziqadigan qarindoshlarimiz mana bu yerga kirsanglar, shu usul orqali hamma videolarimizni topa olasizlar. Undan boshqa agar bir yangi video ishlanib qolsa, darhol menga xabar kelsin desangiz, uni yo'lini bekma oson. Bu yerga kirib, mana subscribe, ya'ni abone bo'l degan yerni chekib qo'ysangiz, bundan keyin bizning kanalimizga yangi bir video yuklansa, sizga darhol uqtirish keladi. YouTube'ni ochsangizlar bosh betda ko'ra olasiz biz yangi qo'ygan videolarni. Bizim o köpçülükdeki biz işleyen videolarını görüş kolay buluş için bundan keyin mühim deb qaralgan videolarning hammasini shu kanalga qo'yib qo'yamiz. Shunga oddiy usul bir şeyga subscribe, ya'ni abone bo'l deganni chekib qo'ysangizlar, menga telefon qilib xat yozib avara bo'lmaysiz. Inshaalloh hamma
biz işlegan videolarni topa olasiz. Rahmat ko'pchilikka.